Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgustdan boshlab qariyalar, pensionerlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalar uchun 1 million so'mgacha qo'shimcha yordam masalasi ko'pchilikni qiziqtiryapti. Eng asosiy savol bitta. Bu pul hammaga beriladimi? Kimlar oladi? Qanday hujjat kerak, qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, pulni olish uchun aldanib qolmaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Bu ma'lumot sizning ota-onangiz, buyingiz, bobongiz, qo'shningiz yoki o'zingizga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hozir oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki men bunday yangiliklarni oddiy odam tushunadigan qilib izohlab beraman. Avvalo bir narsani aniq tushunib olaylik. O'zbekistonda pensiya, nafaqa, moddiy yordam, bir martalik pul to'lovi va kompensatsiya degan tushunchalar bor. Odamlar ko'pincha bularning hammasini bir xil deb o'ylaydi. Aslida esa har biri alohida tartibda beriladi. Pensiya bu har oy to'lanadigan doimiy to'lov. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchini yo'qotganlik pensiyasi. Nafaqa ham oyma-oy berilishi mumkin, lekin u ko'pincha ish staji yetarli bo'lmagan, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga tayinlanadi. Moddiy yordam esa odatda muayyan holatga qarab beriladi. Kasallik, yolg'iz yashash, daromad yetishmasligi, qarovchisi yo'qligi, og'ir turmush sharoiti kabi sabablar bo'lsa. Endi 1 avgustdan qariyalarga 5 million so'm degan gapni eshitganda birinchi navbatda shuni tekshirish kerak. Bu umumiy pensiya oshishi emasmi? Bir martalik yordammi? Yoki faqat ayrim toifadagi qariyalarga beriladigan ijtimoiy yordammi? Chunki eng ko'p xatolik mana shu joyda bo'ladi. Ba'zi odamlar hamma pensionerga 1 million so'm berilar ekan deb o'ylab ertasi kuni bankka boradi. Bank esa sizga hech narsa tushmagan deydi. Keyin odam xafa bo'ladi. Aslida esa bu to'lovning o'z mezonlari bo'lishi mumkin. Oldin ko'p hollarda qariyalar moddiy yordam olish uchun mahallaga borar, ariza yozar, keyin holati o'rganilar edi. Ya'ni fuqarolik yig'ini mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodim oilaning ahvolini ko'rib chiqardi. Agar qariya yolg'iz bo'lsa, daromadi kam bo'lsa, dori-darmon xarajati ko'p bo'lsa, kommunal to'lovlar yoki yashash sharoiti og'ir bo'lsa, moddiy yordam ajratilishi mumkin edi. Lekin bunday tizimda ayrim muammolar bor edi. Masalan, kimdir ariza yozishni bilmaydi. Kimdir men so'rasam uyat bo'ladi deb murojaat qilmaydi. Kimdir esa o'z huquqini bilmagan uchun yillar davomida yordam olmay yuradi. Ba'zan esa hujjat yetishmaydi. Bank kartasi ochilmagan bo'ladi. Pasport muddati o'tgan bo'ladi yoki manzil ro'yxati bilan amalda yashayotgan joyi boshqa bo'ladi. Natijada odam haqli bo'lsa ham pul kechikadi yoki umuman tayinlanmaydi. Hozir esa ijtimoiy himoya tizimida ko'proq aniqlik, elektron ma'lumotlar bazasi, inson ijtimoiy xizmatlar markazlari, mahalla orqali ro'yxatga olish va ehtiyojmandlikni bog'lash kabi jarayonlar kuchaytirilyapti. Ya'ni davlat yordamni aynan haqiqatdan muhtoj odamga yetkazishga harakat qilyapti. Shuning uchun 1 million so'm miqdoridagi yordam ham agar u sizning hududingizda yoki sizning toifangiz uchun joriy qilingan bo'lsa, odatda ma'lum shartlar asosida beriladi. Men birinchi navbatda quyidagi fuqarolarga e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Birinchisi yolg'iz yashovchi qariyalar. Masalan, 72 yoshli ona bor, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. O'zi esa bir xonali uyda yashaydi. Pensiyasi 900 ming yoki 1 million 200 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin dori-darmoniga oyiga 400 ming so'm, kommunal to'lovlarga 200 ming so'm, oziq-ovqatga yana kamida 700 ming so'm ketadi. Bunday holatda qariya real jihatdan qiynalayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, nogironligi bo'lgan keksalar. Masalan, Oltintash yosh otaxon 2-guruh nogiron, har oy doimiy dorilar oladi, yurishi qiyin. Uning pensiyasi bo'lsa ham davolanish, analiz, transport, parvarish xarajatlari oddiy pensionernikidan ancha ko'p bo'ladi. Shunday odamlar qo'shimcha yordamga da'vogar bo'lishi mumkin. Uchinchisi, qarovchisi yo'q yoki parvarishga muhtoj qariyalar. Masalan, buvi taqvam yoshda, ko'zi yaxshi ko'rmaydi, o'zi mustaqil bozorga bora olmaydi, naqd pul yechish ham qiyin. Bunday hollarda faqat pul emas, balki ijtimoiy xizmat ham kerak bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy xodim kelib holatini o'rganishi. Uyda parvarish xizmati, dori olib kelish, hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishi mumkin. To'rtinchisi, kam ta'minlangan oilada yashovchi pensionerlar. Ba'zi uyda bir nechta odam yashaydi, lekin daromad juda kam. Masalan, pensioner buva, ishsiz kelin
2 nafar nabira va vaqtincha daromadsiz o'g'il bir uyda yashaydi. Bu yerda buvaning pensiyasi butun oilaning asosiy daromadiga aylanib qolgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda oilaning umumiy daromadi, yashash sharoiti va xarajatlari hisobga olinadi. Endi muhim tomoni, har bir pensioner avtomatik ravishda 55 million so'm oladi deb o'ylash noto'g'ri bo'lishi mumkin. Agar siz muntazam pensiya olsangiz, daromadingiz yetarli bo'lsa, farzandlaringiz siz bilan birga yashab, doimiy ta'minot qilsa, uy-joy sharoitingiz yaxshi bo'lsa, sizga aynan shu turdagi moddiy yordam tayinlanmasligi mumkin. Misol keltiraman. Bir pensioner oyiga 2 million 800 ming so'm pensiya oladi. Turmush o'rtog'i ham 2 million 500 ming so'm pensiya oladi. Farzandlari yonida uy-joyi bor, doimiy davolanish xarajati katta emas. Bu oilaga ilgirmay million so'm yordam berilmasligi mumkin. Chunki tizim avvalo eng og'ir ahvoldagi qariyalarni qamrab oladi. Yana bir misol, 65 yoshli ayol pensiya oladi, lekin nomida ikkita uy, bitta mashina bor, farzandlari har oy pul yuboradi. U men ham pensionerman, menga ham beringlar desa, bu ijtimoiy yordam mezoniga to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki yordamning maqsadi pensioner maqomini ko'rish emas, ehtiyojni aniqlashdir. Ammo boshqa holat ham bor. Masalan, qariya nomida uy bor. Lekin uy eski, ta'mirtalab, ichida isitish tizimi yaxshi emas. O'zi esa kasal, farzandlari yordam bermaydi. Bunday holatda nomida uy bor ekan, demak yordam kerak emas deb bir yo'qlama qarash ham to'g'ri emas. Shuning uchun har bir vaziyat alohida o'rganiladi. Ko'pchilik 20 million so'm deganda faqat bank kartaga naqd pul tushadi deb o'ylaydi. Amalda esa yordam bir necha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchisi, bir martalik moddiy yordam sifatida plastik kartaga o'tkazilishi mumkin. Ikkinchisi, naqd pul shaklida berilishi mumkin. Lekin bugungi kunda ko'proq bank orqali to'lov qilishga harakat qilinadi. Uchinchisi, ayrim joylarda yordam dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovni qoplash, reabilitatsiya vositasi yoki boshqa ijtimoiy xizmat shaklida ko'rsatilishi mumkin. Masalan, bir qariyaning asosiy muammosi oziq-ovqat emas, balki qon bosimi dorisi bo'lishi mumkin. U oyiga 500 ming so'mlik dori oladi. Bunday holatda unga moddiy yordam berilsa, u pulni dori olishga sarflaydi. Boshqa bir qariyaning muammosi esa uyda isitish moslamasi yo'qligi bo'lishi mumkin. Unga puldan ko'ra aniq ijtimoiy yordam foydaliroq bo'ladi. Shuning uchun murojaat qilayotganda menga pul kerak deyish bilan cheklanmasdan, nima sababdan kerakligini aniq ko'rsatish zarur. Endi amaliy masalaga o'tamiz. Men sizga odatda kerak bo'ladigan hujjatlarni aytaman. Hududingizdagi tartibga qarab ayrimlari farq qilishi mumkin, lekin asosiy ro'yxat shunday bo'ladi. Birinchi hujjat shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa, avval uni yangilash kerak bo'ladi. Chunki muddati o'tgan hujjat bilan bank, davlat idorasi yoki elektron tizimda muammo chiqadi. Ikkinchi hujjat pensionerlik guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot. Ba'zan bu ma'lumot tizimda ko'rinadi, lekin qo'lda nusxa olib borgan yaxshi. Uchinchi hujjat bank kartasi ma'lumotlari. Agar qariyaning pensiya kartasi bo'lsa, odatda shu karta yetarli bo'lishi mumkin. Lekin karta bloklangan, muddati tugagan yoki yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka borib yangilash kerak. To'rtinchi hujjat tibbiy ma'lumotnomalar. Agar qariya kasal bo'lsa, nogironligi bo'lsa, doimiy davolanishda bo'lsa, shifokor ko'rsatmalari, retseptlar, dori xarajatlarini tasdiqlovchi cheklar yoki tibbiy xulosalar juda muhim. Chunki men kasalman deyish boshqa, hujjat bilan ko'rsatish boshqa. Beshinchi hujjat oilaviy ahvol va yashash sharoitiga doir ma'lumotlar. Masalan, yolg'iz yashashini, qarovchisi yo'qligini, farzandlari bilan birga yashamasligini, daromadi kamligini tasdiqlovchi ma'lumotlar so'ralishi mumkin. Bularni mahalla yoki tegishli idoralar o'rganadi. Eng to'g'ri yo'l, avvalo o'zingiz yashayotgan mahallaga murojaat qiling. Ijtimoiy xodim yoki mas'ul xodimga men 1 avgustdan boshlab qariyalar uchun 5 million so'mgacha yordam masalasi bo'yicha ma'lumot olmoqchiman. Mening holatimni o'rganib, arizamni qabul qiling deb ayting. Ikkinchi yo'l, tuman yoki shahar inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilish. Bu markazlar ijtimoiy himoya masalalarida aholiga yordam berish uchun ishlaydi. U yerda sizga qaysi turdagi yordamga huquqingiz borligini tushuntirishlari kerak. Uchinchi yo'l, pensiya jamg'armasi bo'limi. Agar masala aynan pensiya qo'shimchasi, pensiya qayta hisoblanishi yoki to'lov kechikishi bilan bog'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi. Lekin agar gap moddiy yordam haqida bo'lsa, ko'pincha mahalla va ijtimoiy xizmat tizimi orqali ko'riladi.
4-chi yo'l Bimbidingidi kabi davlat xizmatlari yoki ijtimoiy himoya bo'yicha maslahat liniyalari mavjud bo'lsa, telefon orqali aniqlashtiring. Men har doim shuni maslahat beraman. Biror joyga borishdan oldin telefon qilib, qanday hujjat kerak, qaysi kun qabul bor, ariza shakli qanday deb so'rab oling. Bu sizning vaqtingizni tejaydi. Ma'ruza oddiy, tushunarli va aniq bo'lishi kerak. Unda hissiyot ko'p, lekin fakt kam bo'lsa, masala cho'zilishi mumkin. Men tavsiya qiladigan tartib shunday. Avval kimga yozilayotganini ko'rsating. Mahalla fuqarolar yig'ini raisiga yoki inson markazi rahbariga. Keyin o'zingizning ism, familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, manzilingiz, telefon raqamingizni yozing. Asosiy qismda shunday mazmunda yozish mumkin. Men yoshga doir pensionerman. Hozirda yolg'iz yashayman yoki turmush o'rtog'im bilan yashayman. Har ikkalamiz pensionermiz yoki nogironligim bor, doimiy davolanishga muhtojman. Keyin daromad va xarajatni aniq yozing. Masalan, oyga 1.100.000 so'm pensiya olaman. Dori darmon xarajatlarim o'rtacha 3.000 so'm. Kommunal to'lovlarim 2.000 so'm. Oziq-ovqat xarajatlarim yetmayapti. Shundan keyin iltimos qismi yoziladi. Mening yashash sharoitimni o'rganib. Amaldagi tartib asosida moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Oxirida sana va imzo qo'yiladi. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Birinchi xato ariza bermasdan kutish. Ko'pchilik agar menga tegishli bo'lsa, o'zlari berishadi deb o'ylaydi. Ba'zi to'lovlar avtomatik tushishi mumkin, lekin moddiy yordam ko'pincha murojaat va o'rganish asosida bo'ladi. Shuning uchun kutib o'tirmang. Ikkinchi xato norasmiy odamlarga ishonish. Agar kimdir menga 200.000 so'm bersangiz, 1 millionni chiqarib beraman desa, bu juda xavfli. Hech kimga pul bermang. Davlat yordamini rasmiy idoralar ko'rib chiqadi. Hujjat topshirish uchun pora berish kerak emas. Bunday talab bo'lsa, tegishli organlarga shikoyat qilish mumkin. 3-xato, kartani begona odamga berish. Ba'zi qariyalar bank kartasini, PIN kodini, SMS kodini boshqalarga aytib qo'yadi. Natijada kartadagi pul yechib olinadi. Men qat'iy aytaman. Karta PIN kodi, SMS kodi, pasport rasmi, bank ilovasi paroli hech kimga berilmaydi. Hatto o'zini bank xodimi deb tanishtirsam telefon orqali kod aytilmaydi. 4-xato, hujjatlarni to'liq tayyorlamaslik. Ariza bor, lekin tibbiy ma'lumot yo'q. Yoki pasport bor, lekin karta ishlamaydi. Yoki qariya boshqa manzilda ro'yxatda, amalda boshqa joyda yashaydi. Bular jarayonni sekinlashtiradi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchidan, yordam miqdori 20 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu degani hamma aynan 1.500.000 so'm oladi degani emas. Kimdir 500.000 olishi, kimdir 1 million olishi, kimdir esa holatiga qarab 20 million so'm olishi mumkin. Miqdor ehtiyoj darajasi, mahalliy imkoniyat, dastur shartlari va komissiya xulosasiga bog'liq bo'ladi. Ikkinchidan, bir martalik yordam pensiyangizni kamaytirmasligi kerak. Ya'ni siz moddiy yordam oldingiz deb. Keyingi oy pensiyangiz kesilib qolmaydi. Lekin ayrim ijtimoiy yordam turlarida oilaning umumiy daromadi hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun men yordam olsam pensiyamdan ayrilamanmi deb rasmiy joydan so'rab oling. 3-dan, agar siz rad javobi olsangiz, bu masala tugadi degani emas. Siz rad etish sababini yozma ravishda so'rashga haqlisiz. Masalan, daromadingiz me'yordan yuqori deyishdimi? Qaysi daromad hisobga olinganini aniqlang. Hujjat yetishmaydi deyishdimi? Qaysi hujjat ekanini so'rang. Ro'yxatda yo'qsiz deyishdimi? Qanday ro'yxat va unga qanday kiritilishini biling. 4-dan, farzandlari bor qariyaga yordam berilmaydi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Agar farzandlari bor, lekin amalda yordam bermasa, boshqa hududda yashasa, o'zi ham kam ta'minlangan bo'lsa yoki qariya parvarishsiz qolgan bo'lsa, holat alohida o'rganilishi mumkin. Shuning uchun farzandim bor, menga baribir bermaydi deb oldindan voz kechmang. 5-dan, yolg'iz yashovchi qariyalar uchun uyda parvarish xizmati ham muhim. Ba'zan odam pul so'raydi, lekin uning asl ehtiyoji doimiy qaror, tibbiy kuzatuv, ovqatlanish yoki hujjat ishlarida yordam bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy xodim kelganda vaziyatingizni yashirmang. Uyda qanday qiynalayotganingizni ochiq ayting. Birinchi misol. 74 yoshli otaxon oyga 1.300.000 so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari Rossiyada, lekin muntazam pul yubormaydi. Oyoqlarida muammo bor, har oy dori oladi. Agar u ariza yozib tibbiy hujjatlarini qo'shsa, mahalla va ijtimoiy xizmat uning holatini o'rganadi. Bunday odamga mirxol bo'yi million so'mgacha bir martalik yordam ajratilishi ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, 19 yoshli ayol turmush o'rtog'i bilan yashaydi.
ikkalasi ham pensioner, umumiy daromadi 4 million so'm atrofida. Uy-joyi bor, farzandlari yonida, dori xarajati katta emas. Ular ham qariya, lekin ehtiyoj darajasi boshqa oilaga nisbatan pastroq. Shuning uchun ularga aynan bu yordam tayinlanmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas, bu ijtimoiy yordamning manzili bo'lishidir. 3-misol, boqim 2 yoshli bu pensiya oladi, lekin ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Karta orqali pul keladi, lekin bankomatga bora olmaydi. Qo'shnisi yordam berib yuradi. Bunday holatda faqat 20 million so'm masalasi emas, balki qariyani rasmiy ijtimoiy xizmatga biriktirish masalasi ham ko'tarilishi kerak. Chunki bir martalik pul tugaydi. Lekin parvarish ehtiyoji qoladi. 4-misol, pensiya nomida yer yoki uy bor, lekin real daromadi yo'q. Ayrimlar nomida mulk bor ekan yordam ololmaydi deyishi mumkin. Lekin agar u mulk daromad keltirmasa, yashash sharoiti og'ir bo'lsa, qariya kasal bo'lsa, holatni hujjat bilan ko'rsatish kerak. Har bir holat mexanik tarzda emas, real ehtiyoj bo'yicha baholanishi lozim birinchi qadam. O'zingiz yoki yaqin qariyangizning holatini yozib chiqing. Pensiya miqdori qancha? Uyga dori qancha? Kommunal to'lov qancha? Oziq-ovqatga qancha ketadi? Kim bilan yashaydi, kim qaraydi? Nogironligi bormi? Shifokor nazoratidami? Buni qog'ozga yozib qo'ysangiz, ariza yozishda adashmaysiz. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensionerlik ma'lumoti, bank kartasi, tibbiy hujjatlar, dori cheklari, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, uning nusxasi. Hamma narsani bitta papkaga soling. 3-qadam, mahallaga boring. Mening holatimni o'rganib, qariyalar uchun beriladigan moddiy yordam bo'yicha arizamni qabul qiling deb aniq ayting. Og'zaki aytib ketmang. Ariza yozing. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. 4-qadam, agar mahallada masala hal bo'lmasa, inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. U yerda sizga qaysi yordam turlari borligi, qaysi biri sizga mos kelishi, qanday tartibda ko'rib chiqilishi tushuntirilishi kerak. 5-qadam, javobni kuting, lekin nazorat qiling. Qachon o'rganiladi, kim keladi, qanday muddatda javob bo'ladi deb so'rang. Agar uyga komissiya yoki ijtimoiy xodim kelsa, barcha sharoitni ko'rsating, muammolarni yashirmang. 6-qadam, pul tushsa, uni maqsadli ishlating. Agar yordam dori uchun berilgan bo'lsa, dorini oling, cheklarini saqlang. Agar oziq-ovqat uchun bo'lsa, avvalo eng zarur narsalarni oling. Chunki keyingi murojaatlarda sizning pulni qanday ishlatganingiz ham muhim bo'lishi mumkin. 7-qadam, agar rad etilsa, sababini biling. Nega rad etildi deb og'zaki bahslashishdan ko'ra yozma izoh so'rang. Agar siz rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. Bu mavzu atrofida firibgarlar ham paydo bo'lishi mumkin. Ular 1 avgustdan pul chiqyapti, ro'yxatga kiritib beraman. Kartangizni bering, tekshirib beraman, SMS kodni ayting, pul tushirib beraman deyishi mumkin. Hech qachon ishonmang, davlat yordami uchun SMS kod aytilmaydi. PIN kod berilmaydi. Bank kartasi topshirilmaydi. Hujjat topshirish rasmiy idorada, rasmiy xodim orqali bo'ladi. Agar qariyangiz telefon ishlata olmasa, unga yordam bering. Karta kodlarini qog'ozga yozib, hammaga ko'rinadigan joyga qo'ymang. Bank kartani faqat ishonchli yaqin qarindosh nazorat qilsin. Chunki ko'pincha qariyalar pulni olmasdan oldin emas, pul tushgandan keyin aldanib qoladi. Demak, 1 avgustdan qariyalar uchun 5 million so'mgacha yordam haqida gap ketganda, eng muhim narsa shuki, bu to'lovning aniq shartlarini hududingizdagi rasmiy idoradan tekshiring, hamma pensioner avtomatik oladi deb o'ylamang. Lekin o'zingiz yoki yaqinlaringiz ehtiyojmand bo'lsa, albatta murojaat qiling. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlarni ko'rib chiqing. Pasport va kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Dori-darmon hujjatlarini yig'ing. Mahallaga yoki inson markaziga murojaat qiling. Eng muhimi, o'z huquqingizni biling va norasmiy odamlarga pul bermang. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Izohlarda yozing, sizning hududingizda 5 million so'm yordam haqida ma'lumot berishyaptimi? Mahallada arizalar qabul qilinyaptimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, subsidiya va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda qilib tushuntirib boraman.